Sara Palto brendining rahbari Shuhratbek akani yoniga keldik. Shaxsiy fikringizni aytsangiz, mana shu grilyatorlar bo'yicha. Biz asosan ayollar palto plashi bilan savdo qilganligimiz sababli ushbu premium segmentdagi Gipsalite osma shiftlariga zakaz berganmiz. Nega oq rangli grilyatorni tanladinglar? Endi asosan oq rang aka magazinni vizualni katta ko'rsatganligi sababli bizga oq rang ma'qul keldi. Shu sababli oq rang tanladik. Necha kvadrat metr? 85 kvadrat metr 2 kunda bitkazib berishdi. O'zingizga yoqdimi? Hammasi joyidami? Bizga yoqqandi, biz oldin birinchi marta emas, biz ikkinchi marta bu Gipsalite kompaniyasiga murojaat qilganmiz. O'zi birinchi marta ham ishlar yoqqanligi sababli ikkinchi martasida ham bu magazinimizga zakaz berdik. Agar aziz do'stlar sizlar ham do'koningizga grilyator o'rnatmoqchi bo'lsangiz, undan tashqari reyshni yoki armstov osma shiftlarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy xabar jo'natinglar. Agar sizlarga palto kerak bo'lsa, Sara paltoga murojaat qilinglar.